Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntiraman. Ayrim qo'shimcha to'lovlar bor. Ularni davlat avtomatik tarzda hisoblab bermaydi. Siz ariza bermasangiz, hujjat topshirmasangiz bu pullarni olmasligingiz mumkin. Bu pensiya olayotganlarga ham, nafaqa olayotganlarga ham, nogironligi bor fuqarolarga ham, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga ham, farzandli oilalarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Eng achinarlisi, odam o'ziga tegishli pul borligini bilmaydi. Oylar ba'zan yillar davomida kamroq pul olib yuradi. Shuning uchun bu video hamma uchun muhim. O'zingiz uchun bo'lmasa, ota-onangiz, buyingiz, qo'shningiz, qarindoshingiz uchun kerak bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday amaliy va hayotda kerak bo'ladigan masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval ko'p odamlar shunday o'ylardi. Davlatda hamma ma'lumot bor. Demak, menga nima tegishli bo'lsa, o'zi avtomatik tushadi. Ha, ayrim to'lovlar hozir elektron tizimlar orqali avtomatik aniqlanadi. Masalan, ayrim hollarda pensiya yoshiga yetish, ish staji, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar bazadan olinadi. Tug'ilganlik, nikoh, vafot, nogironlik bo'yicha ham ko'p ma'lumotlar idoralar o'rtasida almashiladi. Lekin amaliyotda hamma narsa ham avtomatik bo'lavermaydi. Sababi oddiy. Tizimda ma'lumot to'liq bo'lmasligi mumkin. Eski ish joylari arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Fuqaroning oilaviy holati o'zgargan bo'lishi mumkin. Qarindoshlik yoki qaramog'idagi shaxs haqida alohida tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Eng muhimi, ayrim qo'shimcha to'lovlar faqat fuqaroning murojaati asosida belgilanadi. Ya'ni siz ariza berasiz, tegishli hujjatlarni topshirasiz. Shundan keyin mas'ul idora tekshiradi va to'lovni belgilaydi. Oldin odamlar ko'pincha qog'oz hujjat bilan pensiya bo'limiga, mahallaga yoki tuman idorasiga borardi. Hozir esa Mayt.Kuz pensiya jamg'armasi bo'limlari, inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, mahalla yettiligi, bank ilovalari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham murojaat qilish imkoniyatlari ko'paygan. Lekin imkoniyat ko'paygani bilan mas'uliyat ham fuqaroda qoladi. O'z huquqingizni bilmasangiz, qo'shimcha pulni talab qilmasangiz, ko'p hollarda hech kim sizni alohida chaqirib, keling, sizga yana pul beramiz demaydi. Men birinchi navbatda pensiya va nafaqa oluvchilarga e'tibor qarataman. Chunki qo'shimcha to'lovlar masalasida eng ko'p xatolik aynan shu yerda bo'ladi. Masalan, fuqaro yoshga doir pensiya oladi. Uning mehnat daftarchasida 25 yil staj ko'rsatilgan. Lekin aslida u yana 5 yil kolxozda, fermer xo'jaligida yoki eski korxonada ishlagan. O'sha davr hujjati pensiya tayinlanayotganda topilmagan. Natijada pensiya kamroq hisoblangan. Keyin fuqaro arxivdan ma'lumotnoma topadi, lekin uni pensiya bo'limiga topshirmaydi. Mana shu holatda tizim o'zi bilib pensiyani oshirib qo'ymaydi. Siz ariza berishingiz, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozishingiz, arxiv ma'lumotnomasini ilova qilishingiz kerak. Oddiy misol, Hasan ota 2022 yilda pensiyaga chiqqan. Hujjatlarda 28 yil staj hisoblangan. Keyin u 1933 yillarda ishlagan zavod arxivini topdi va yana 5 yil staj tasdiqlandi. Agar bu 5 yil pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, Hasan ota ariza bermasa, qo'shimcha hisob-kitob bo'lmaydi. U har oy 100 ming yoki 200 ming so'm kam olayotgan bo'lishi mumkin. Bir qarashda kichik summa, lekin bir yilda 20 million 200 ming yoki 2 million 400 ming so'm bo'ladi. Odamlar aynan mana shuni bo'y beradi. Ikkinchi katta masala. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lgan pensionerlar. Ba'zi vaziyatlarda pensionerning qaramog'ida voyaga yetmagan farzand, nogironligi bor farzand, mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i yoki boshqa qonunda ko'rsatilgan shaxs bo'lsa, qo'shimcha to'lov masalasi yuzaga kelishi mumkin. Lekin bu ham odatda o'z-o'zidan belgilanmaydi. Chunki idora sizning uyda kimni boqayotganingizni, kimning daromadi bor yoki yo'qligini, kim sizga qaram ekanini har doim avtomatik bilmaydi. Misol uchun Malika opa pensiya oladi. Uning 16 yoshli nabirasi ota-onasiz qolgan va amalda Malika opaning qaramog'ida. Agar tegishli hujjatlar bo'lsa, vasiylik yoki qaramlik holati tasdiqlansa, ayrim ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralaridan foydalanish mumkin. Lekin hamma biladi-ku, bola men bilan yashaydi degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Fuqaro mahalladan ma'lumotnoma, vasiylik organi qarori, tug'ilganlik guvohnomasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Daromad haqida ma'lumot kabi hujjatlarni tayyorlash kerak bo'ladi. Uchinchi muhim yo'nalish nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar.
Nogironlik belgilanganda nafaqa yoki pensiya avtomatik tayinlanadi deb o'ylash ham xato. Ha, tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi qarori elektron tizimga tushishi mumkin. Lekin to'lov turi bank kartasi. Pensiya yoki nafaqa tayinlash uchun murojaat, qo'shimcha parvarish puli, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi, kommunal to'lov bo'yicha yengillik kabi masalalarda alohida murojaat talab qilinishi mumkin. Masalan, guruh nogironligi bo'lgan fuqaro doimiy parvarishga muhtoj bo'lishi mumkin. Uni uyda onasi, turmush o'rtog'i yoki farzandi parvarish qiladi. Ba'zi hududlarda parvarish bilan bog'liq ijtimoiy xizmatlar yoki kompensatsiyalar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin buni olish uchun men parvarish qilyapman deb og'zaki aytish yetmaydi. Shaxsning nogironlik to'g'risidagi xulosasi: parvarish qiluvchining shaxsi birga yashashi, boshqa ish bilan bandligi yoki band emasligi kabi holatlar ko'riladi. Shuning uchun men doim aytaman, nogironlik belgilangandan keyin faqat guvohnomani olib uyga qaytmang. Sizga yana qanday to'lov va xizmatlar tegishli bo'lishi mumkinligini albatta so'rang. 4-masala boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda ham juda ko'p xatolik bo'ladi. Oila boshlig'i vafot etadi. Ortida voyaga yetmagan farzandlar qoladi. Oila dafn marosimi, qarzlar, uy ro'zg'or tashvishi bilan ovora bo'ladi va nafaqa yoki pensiya masalasiga kech murojaat qiladi. Ba'zan esa erim rasmiy ishlamagan, demak hech narsa chiqmaydi deb o'ylaydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov turi, marhumning ish staji, badal to'laganligi, farzandlar soni, oila a'zolarining holati, o'qish kabi ko'plab omillarga bog'liq bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni olib vakolatli murojaat qilish va yozma javob olish. Masalan, Dilshod aka vafot etdi. Ortida 2 nafar farzand qoldi. Biri 10 yoshda, biri 17 yoshda. Katta farzand kollej yoki oliy ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda yosh chegarasi va o'qish shakliga qarab to'lov davom etishi yoki to'xtashi mumkin. Agar oila o'z vaqtida ariza bermasa, bir necha oy davomida pul ola olmaydi. Keyin murojaat qilganda esa hamma davr uchun emas, qonunda belgilangan tartibda ma'lum muddatdan boshlab hisoblanishi mumkin. Shuning uchun kechiktirish eng katta xato. 5-yo'nalish. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam va ijtimoiy reyestr orqali beriladigan to'lovlar. Ko'pchilik mahalla o'zi ro'yxatga kiritadi deb o'ylaydi. Aslida ko'p hollarda oilaning o'zi ariza beradi. Daromadlari, mol-mulki, oila tarkibi, farzandlar soni, aliment, ish haqi, pensiya, avtomobil yoki boshqa mulk haqidagi ma'lumotlar tekshiriladi. Agar ariza bermasangiz, tizim sizni o'z-o'zidan nafaqa oluvchilar ro'yxatiga kiritmaydi. Hayotiy misol. Oilada 3 ta farzand bor. Ota mavsumiy ishlaydi. Ona uyda bolalarga qaraydi. Daromad past, lekin ular barib bermaydi deb takis oy ariza bermaydi. Keyin qo'shnisi aytgandan keyin murojaat qiladi va nafaqa tayinlanadi. Agar ular yakis oy oldin murojaat qilganda, shu davrda sezilarli yordam olgan bo'lardi. Bu pul bolaning kiyimi, dori-darmoni, maktab anjomlari, oziq-ovqati uchun ketardi. Demak, bilmaslik bevosita oilaning turmush darajasiga ta'sir qiladi. Men bu masalada hammani qo'rqitmoqchi emasman. Agar sizga to'lov yangi tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar to'liq bo'lsa, elektron tizimdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, oila tarkibingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik guruhi, ish staji, o'qish holati qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hech qanday yangi holat bo'lmasa, ehtimol sizda qo'shimcha murojaatga hojat yo'qdir. Lekin baribir yilda kamida bir marta o'z hisob kitobingizni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Xavotir olish kerak bo'lganlar esa aniq. Birinchisi, pensiyasi juda kam chiqqanini sezayotgan, lekin sababini bilmayotganlar. Ikkinchisi, eski ish staji hujjatlari keyin topilganlar. Uchinchisi, nogironlik guruhi o'zgarganlar. To'rtinchisi, qaramog'ida voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxs borlar. Beshinchisi, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Oltinchisi, farzandlari soni ko'paygan, daromadi kamaygan, ishini yo'qotgan oilalar. Yettinchisi, talaba farzandi bor va boquvchisini yo'qotganlik to'lovi davom etishi mumkin bo'lgan oilalar. 8-si, ilgari ariza bergan, lekin rad javobi olgan, keyin oilaviy yoki moliyaviy holati o'zgarganlar. Eng muhim nozik joylardan biri muddat. Ayrim to'lovlarda ariza qachon berilgan bo'lsa, hisoblash o'sha sanadan boshlanadi. Ayrimlarda esa oldingi davr uchun ham qayta hisoblash bo'lishi mumkin, lekin bu ham cheklanadi. Odamlar ko'pincha menga bu pul 2 yil oldin ham tegishli edi. Endi hammasini berishsin deydi. Lekin qonunchilik har bir to'lov bo'yicha alohida tartib bor. Shuning uchun men har doim maslahat beraman.
Huquqingiz paydo bo'lganini bilgan kuningizdan kechiktirmang. Ikkinchi nozik joy og'zaki murojaat hisobga kirmaydi. Siz idoraga borib, menga ko'rib beringlar desangiz, xodim sizga maslahat berishi mumkin. Lekin rasmiy ariza bo'lmasa, ish yuritish boshlanmasligi mumkin. Keyin siz men 2 oy oldin kelgandim deysiz. Ular esa ariza qoldirmagansiz deydi. Shuning uchun murojaatni yozma qiling yoki elektron yuboring. Arizangiz ro'yxatga olingan raqamni saqlang. Uchinchi nozik joy hujjatdagi kichik xato ham to'lovni kechiktiradi. Masalan, pasportidagi ism Gulbahor, eski mehnat daftarchasida Gulbahor yozilgan. Tug'ilgan sana bir joyda 12 may, boshqa joyda 22 may. Familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin arxiv ma'lumotnomasida eski familiya. Bunday holatda qo'shimcha tasdiq, nikoh guvohnomasi, Fradiyo ma'lumotnomasi, sud orqali faktni belgilash talab qilinishi mumkin. Odamlar bitta harf-ku deydi, lekin davlat to'lov hujjatga asoslanadi, taxminga emas. 4-nozik joy daromad va mol mulkni yashirish. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamda oila daromadi tekshiriladi. Ba'zi fuqarolar buni ko'rsatmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin elektron tizimlar soliq, kadastr, bank, avtomobil, ish haqi, pensiya kabi ma'lumotlarni solishtiradi. Agar noto'g'ri ma'lumot berilsa, ariza rad qilinishi, to'lov to'xtatilishi yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun halol va to'liq ma'lumot berish o'zingiz uchun foydali. 5-nozik joy to'lov va imtiyoz bir xil narsa emas. Masalan, kimdir menga qo'shimcha pul tushishi kerak deydi. Lekin aslida unga bepul reabilitatsiya vositasi, soliq imtiyozi, sanatoriy yo'llanmasi yoki kommunal xizmat bo'yicha yengillik tegishli bo'lishi mumkin. Pul alohida, xizmat alohida, imtiyoz alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Shuning uchun faqat pul bormi deb so'ramang. Menga qanday to'lovlar, imtiyozlar va ijtimoiy xizmatlar tegishli deb so'rang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: o'zingizning holatingizni yozib chiqing. Pensiya olasizmi? Nafaqa olasizmi? Nogironlik bormi? Qaramog'ingizda kim bor? Farzandlaringiz nechta? Daromadingiz qancha? Oilada boquvchi vafot etganmi? Eski ish staji bo'yicha hujjat topilganmi? Bularni oddiy daftar yoki telefonga yozing. Chunki idoraga borganda odam hayajonlanib, muhim ma'lumotni unutib qo'yadi. Ikkinchi qadam: asosiy hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSHIR bank kartasi rekvizitlari. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, pensiya hujjatlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha TEK xulosasi. O'qish joyidan ma'lumotnoma, mahalladan oila tarkibi yoki yashash holati bo'yicha ma'lumot, daromad haqida hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin shu hujjatlar ko'p uchraydi. 3-qadam: qayerga murojaat qilishni aniqlang. Pensiya va pensiyaga qo'shimcha hisob-kitob bo'yicha odatda pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilinadi. Ijtimoiy xizmatlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ehtiyojmand oilalar bo'yicha inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki mahalla orqali murojaat qilish mumkin. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam bo'yicha mahalla hamda elektron tizim orqali ariza beriladi. Elektron xizmatlar uchun maga. Govuz portalini tekshiring. Agar qaysi idoraga borishni bilmasangiz, mahallangizdagi ijtimoiy xodimdan yoki tuman ijtimoiy xizmatlar markazidan yozma tartibda so'rang. 4-qadam: arizani to'g'ri yozing. Arizada menga yordam bering deb yozib qo'ymang. Aniq yozing. Mening pensiyamni qo'shimcha ish staji bo'yicha qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Qaramog'imdagi voyaga yetmagan farzandim mavjudligi sababli qo'shimcha to'lov silasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa tayinlashni so'rayman. Nogironlik holatim bo'yicha menga tegishli to'lovlar va ijtimoiy xizmatlarni belgilashni so'rayman. Arizaga ilova qilayotgan hujjatlarni ham sanab yozing. 5-qadam: ariza qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Agar qog'ozda topshirsangiz, 2-nusxasiga kirim raqami, sana qabul qilgan xodim belgisi qo'yilishini so'rang. Elektron yuborsangiz, ariza raqamini skrinshot qiling yoki PDF saqlang. Bu juda muhim. Chunki keyin muddat o'tib ketsa, sizda dalil bo'ladi. 6-qadam: javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Qonunchilikda murojaatlarni ko'rib chiqish muddatlari bor. Agar belgilangan muddatda javob bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qiling.
yoki ishonch telefoni orqali so'rang. Agar rad javobi kelsa, rad etish sababi yozma bo'lishi kerak. Sizga tegishli emas degan og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma rad javobida qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi me'yor asos bo'lgani ko'rsatiladi. Shundan keyin siz xatoni tuzatishingiz yoki e'tiroz bildirishingiz mumkin. 7-qadam, har bir o'zgarishni o'z vaqtida xabar qiling. Farzandingiz 19 yoshga to'lsa, o'qishga kirsa yoki o'qishni tugatsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, ishga kirsangiz, daromadingiz o'zgarsa, nikoh yoki ajrim bo'lsa, oila a'zosi vafot etsa, boshqa manzilga ko'changiz. Bular to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan fuqaro xabar bermaydi, to'lov davom etadi. Keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinadi. Bu esa oilaga og'ir tushadi. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Ota-onangiz yoki yoshi katta qarindoshlaringizning pensiya hujjatlarini bir marta tekshirib chiqing. Ular ko'pincha bolam, menga shunisi ham yetadi deb yuraveradi. Lekin masala sadaqa emas, qonuniy haq haqida ketmoqda. Mehnat qilgan bo'lsa, staji bo'lsa, qaramog'ida shaxs bo'lsa, imtiyozga asosi bo'lsa, uni olishga haqli. Hujjatlarni papkaga solib tartiblang. Pasport nusxasi, pensiya hujjati, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari. Nikoh guvohnomasi, farzandlar hujjatlari, tartibli hujjat bilan idorada ish ancha tezlashadi. Bugungi asosiy xulosa shuki, hamma qo'shimcha to'lovlar avtomatik tushadi deb o'ylamang. Ayrim hollarda ariza bermasangiz, hujjat topshirmasangiz, sizga tegishli pulni ololmay qolishingiz mumkin. Pensiya qayta hisoblanishi, nogironlik bo'yicha qo'shimcha yordam, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi, bolalar nafaqasi, moddiy yordam. Qaramog'idagi shaxslar bo'yicha qo'shimcha masalalar hammasi hujjat va murojaatga bog'liq. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq o'z holatingizni tekshiring, ota-onangizdan so'rang. Hujjatlarni ko'rib chiqing, kerakli bo'lsa mahalla. Pensiya jamg'armasi, inson markazi yoki Maypokka kut.uz orqali murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmay, albatta yozma ariza qoldiring. Sizda shunday holat bo'lganmi? Ariza berganingizdan keyin qo'shimcha to'lov chiqqanmi? Yoki aksincha ariza bermagani uchun pul ololmay qolganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilaning oyma-oy yo'lidan daromadini o'zgartirib yuborishi mumkin.